Bugun iftorlik dasturxoningizni shunaqangi san'at asari bilan bezatish xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Eng birinchi o'rinda bir piyola qatig'imizga 1 choy qoshiq ichimlik sodasi solib, yaxshilab aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Idishimizga 3 ta tuxum, 1,5 piyola shakar solib mikser qilamiz va 1 piyola o'simlik yog'i yoki margarin eritib quyib, yana 1 mikser qilib olib qo'ygan qatig'imizni solib, massani yaxshilab mikser qilib, 2 piyola unni elakdan o'tkazib, oz-ozdan solib, 1 choy qoshiq razixlitser bilan mikser qilib olamiz. Iftorligingiz uchun ayni muddao. Yo'qligi shu holatga kelganda 2 ga bo'lib, 1 qoshiq kakao solib yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Oddiy masalliqlar ketadi. Barcha birdek tayyorlay oladi. Listimizni biroz yog'lab, birinchi oq massamizni quyib, ustidan qoshiq kakaoli massamizni birozdan solib chiqib, oddiy cho'p yordamida xuddi shu holatda chizib chiqamiz va qarabsizki, haqiqiy san'at asari paydo bo'ldi. Siz ham qila olasiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Deglarni hayron qoldiring. Ko'rinishdan mukammal, ammo juda ham oddiy va yumshoq, mayin bo'lgan pirogimiz tayyor bo'ldi. Ustini xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Iftorligingiz uchun oddiy, hammaga birday yoqadigan mazali pirogimiz tayyor bo'ldi. Menga obuna bo'lishni unutmang.